Ismoilov, Sho'xzor tuman Agrobankda boshqaruvchi o'rinbosari bo'laman. Videosi bo'yicha bugungi 17-fevral reja bo'yicha belgilangan shu bo'yicha tushuncha sizlarni taklif qildik. Hozirda bizni bankimizda mavjud bank produktlarini tanishtirib o'tsam, birinchidan 17 millionlik biznesga birinchi qadam mahsulotimiz bor. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Bundan tashqari mahalla loyihasi dasturi asosida ajratiladigan kreditlarimiz bor. Bu ham xuddi shunday, ayollarga 23, erkaklarga 25%dan 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davrida 50 million so'mgacha uchinchi shaxs kafilligi bilan ajratiladi. Faqat biriktirilgan hududlarga. Biz bankimizga 15 ta mahalla biriktirilgan. Misol uchun siz banki biriktirilgan hududga yashaysiz, o'zini o'zi band qilish. Mana yuridik shaxs tashkil qilmoqchi bo'lgan, oldin oilaviy kredit olib yoki bank mahsulotlaridan foydalanib yaxshi kredit tarifiga ega bo'lgan mijozlarga yuridik shaxs tashkil qilgandan keyin Prezidentimizning 312-sonli qarori asosida ham 100 million so'mgacha sug'urta kafilligi bilan 300 million so'mgacha likvidlik mol-mulk garov ta'minoti asosida ajratib beramiz. Marhamat, kimda nima savollar bo'lsa murojaat qilishi mumkin. Shu bo'yicha 12 millionlik kreditlarni qilmoqchiman. Qaysi mahallada yashaysiz? Chugurtma mahallasi, Chugurtma qishloq. Chugurtma mahalla bizga biriktirilgan hudud. O'zini o'zi band qilish qog'ozini keyin har bir mahallada bittadan agent biriktirganmiz. Shu agentga borib uchrashsangiz, sizga tavsiyanoma beriladi. Keyin 3 kunga ko'rib chiqib, o'zingiz ajratib beramiz. Shuni